118 kvadratli polnoценный 3 xonali kvartirani sotuvga chiqyapti Ruday ko'chasidan. Полностью remont qilingan, asosiy kirib kelishimiz eshigi, devorlari atachanda qilingan do'stlar. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz to'g'rida bu mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamizda mana shunaqa chiroyli remont qilingan, televizor, stullari bor, konditsioner o'rnatilgan. Bu yerda ham devorlar atachanda qilingan, chiroyli lustra o'rnatilgan do'stlar. Bu yerda bizlarda koridor bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli bizlarda mebel o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxona ham kattagina bo'lyapti. O'tirib nonushta qilish uchun stulga joy bor. Kuxonniy garnitura, xolodilnik, hamma bытовой texnikalari bor. Bundan tashqari mana bu yerda ham uголок qo'yish mumkin do'stlar. To'g'risida televizor ham qilingan. Ana endi mana bu yerda bizlarda yana bitta xona. Bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek ikkita kravat, dars qilish uchun stol qo'yilgan, shifoner o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham juda ham chiroyli qilingan remontda 3 ta oynasi bor, televizor o'rnatilgan, mягкая mebel, shifoner o'rnatilgan. Kvadrati 118 kvadrat, narxini 120 ming deyaptilar. Yana savdosi bor, Ruday ko'chasida joylashgan. G'ishli новостройка domda bo'lyapti, liftimiz bor. Ana endi mana bu yerda yana bitta bu xonamiz общий sanuzel bo'lyapti. Mana shunaqa katta dushovaya qilingan, unitaz, rakovinalar o'rnatilgan do'stlar. Kafellar bilan chiroyli qilib bezatilgan. Va mana bu yerda bizlarda kladovaya bo'lyapti. Do'stlar, agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.